Assalomu alaykum aziz sevimli sayyoqli qushlarning obunachilari. Bizni yana obzorimizni boshladik. Savollar ko'p kelgan ekan. Shu savollarga javob ham berib ketamiz. Yana bahoriy vitaminlarga boy narsalarni ham ko'rsatib ketamiz. O'shanda esingizda bo'lsa bir advanchik degan gulni aytgan edim. Ko'pchilik qayerda o'sadi, qanaqa bo'ladi, video ko'rinishi qanaqa deb so'rashuvdi. Hozir o'shanga sizlar uchun ozgina vaqt ajratdim. O'shani sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. U advanchikni misol uchun kanareykaga, papugay любой xili yeydi uni. Kanareykalar ham, savalar ham, norchilar ham hamma qushlar yeydi undan. Hozir mana shu yerda bo'lsa ko'rsataman, qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Ko'rinishini ham ko'rsatib ketaman. Atilabdan ko'chaga chiqdim. Shu obzorda ko'rsataydi. Tak, mana hozir qidiramiz. Agar topsangiz zo'r ish bo'lardi. Sizlar ham ko'rinishini ko'rardinglar. Tak, mana topdik. Topdik mana. Mana shu gul advanchik deb aytiladi. Mana advanchik bu. Ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Xuddi ramashkaga o'xshagan bo'ladi. Bu hamma yerda o'sadi. Bu yerda bor ekan. Naryoqda bor ekan ona. Naryoqda ikkita bor. Naryoqda ham bor. Tak, advanchik mana shu bo'ladi. Mashina bersanglar maza qilib yeydi. Bahoriy vitaminlarni oladi. Juda vitaminga boy gul bu. Kanareykalar ham yeydi, papugaylar ham yeydi. Kanareykaning любой turi yeydi. Papugaylarni karella, marella, xullas nizovishgami nima shunaqalar. Papugaylar ham yaxshi ko'radi buni. Maza qilib yeydi papugay. Tak, bu gulimiz vitaminga boy. Lekin kanareyka ham yeydi buni, papugay ham yeydi, norchilar yeydi, qoqillar yeydi buni. Xullas chijik nima qush bo'lsa shular yeydi. Vitamini juda ko'p. Buni vitaminga boy bo'ladi. Mana ham hozir o'shanga kakras olgani chiqdim. Qidirib mana uni qidirib yuragan joyi yo'q. Endi hovlilar bo'lsa, ko'chalarda yurganinglarda chiqadi. Mana bitta bor ekan. Mana hozir men o'zim mahallam oldiga kelganda ko'rdim. Bitta bu yoqda bor. Mana ko'rinishi yana mana bunaqa bo'ladi. Ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Ko'rinishi sariq bo'ladi. Yana bor ekan. Bitta yana yangi ochilib chiqayotgan ekan. Bularni olsak biza kanareykaga ham beraman. Kanareyka maza qilib yeydi. Ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi mana. Ko'rinishi shu. Tak, mana bitta bor ekan yana. Qanchalik ko'rinyapti bilmadim, lekin sariq bo'ladi mana shunaqa. Vitaminga boy bo'ladi bu. To'la vitamin. Bahorda, ayniqsa bahorda buni maza qilib yeydi qushlar. Norchilarga bersanglar ham bo'ladi, kanareykaga ham, papugaylarga ham bersangiz bo'ladi bular. Naryoqda ham bor ekan. Mana ko'p ekan. Endi menda qushlar ko'p. Qushlar maza qilib yeydi. Qushlar ko'p bo'lgani uchun ko'proq terib olaman. Kanareykaga ham bismillah. Kanareyka ham yeydi buni.
Endi kattaroq qilib olsanglar bo'ladi. Endi menga kichkinarog'i qulayroq qafasni ichiga solib qo'yishga. Mana ko'rinishda bo'ladi. Mana shunaqani bersangiz, vitamin rosa ko'p bunda. Maza qilib yeydi bu narsani. O'shanga qarab o'zinglar nechta qushinglar bo'lsa, o'shanga qarab beraverasizlar. Men to'g'risini ikkitadan solib qo'yaman, yegancha yeydi, qolgani endi u bitkada tashib yuboramiz. Chunki bu svejiy paytda berish kerak. So'lgan paytda yemaydi, svejiy paytda berish kerak. Xohlasanglar tegi bilan sug'urib olib, o'tga to'yib yeganini, suv quyganini solib qo'yib ham anaqa qilsa bo'ladi. Xullas shunaqa gaplar. O'tlardan ham mana shunaqa o'tlarni yeygani ham bor. Uni u to'g'risida ham bitta obzor olaman. Mana shunaqa o'tlarni ham yeydi. Norchilar, kokillar yeydi unaqa narsani. O'tni hozir bu yerda imенно shunaqa o't yo'q, lekin ko'rinishi o'xshashi bor ekan mana bu yerda. Ko'rinishi o'xshar ekan. Ko'rinishi o'xshar ekan. Bunaqa o'tdan bu yerda yo'q ekan, lekin norchi yeydi buni ham. Imенно mashindan emas, shunga o'xshagan gul bor. To'yist mana shunaqa o't. Mana shunga o'xshagan o't bo'ladi. Bersangiz maza qilib yeydi. Kayf qiladi, maza qilib. Atak mana bundan bersa vitamin ko'p bo'ladi bunda. Maza qilib yeydi bu narsani. Papugaylar ham, kanariykalar ham hammasi yeydi. Bu yerda yana 10 ta bor ekan. Yaxshi, bu safar ko'chamiz advanchiklarga ko'payibdi. Anchaga. Yetadi bizga shu. Xullas shunaqa majindan bersanglar maza qilib yeydi. Vitaminga boy narsa. Buni otini advanchik deyiladi. Bahorda bu narsa yesa maza qiladi bunda. Bu vitaminga boy narsa. Ruschasiga advanchik deydi, o'zbekchasiga saru bir nimadir deb aytilardi, shu nomini bila olmayman. Bilsam uni ham yozib qo'yaman. Xullas mana savolingizga javob ham video qilib ko'rsatib ketdim. Mana mashinadan bersanglar, kanariyka ham, papugay ham, norchilar ham, kokillar ham yeydi. Agar bir xilda ishonmasa, men даже rossiyskiy kanallar bor bizga o'xshagan, o'shalardan ham ko'rsanglar bo'ladi, ular ham beradi shundan. Papugay ham maza qilib yeydi. Kanariyka ham yeydi. Xullas sayragan qushlar borki, hammasi yeydi. Mana shu zirovoy o't. Tabiiy живой. Urug' emas, bu живой. Hamma vitaminga boy paytda hozir bersa yeydi. Yeyotgan to'g'risida video ham ko'rsataman. Kirsak, xudo xolisa uyga kirib, bir sidra ustidan chay olaman, keyin beraman. Xullas shunaqa, bizlardan uzoqlashmanglar. Sizlar bilan sevimli sayroqi qushlar kanali bo'ldi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Hali bundan ham zo'r videolarni ko'rsatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.
E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Siz bilan Sevimli sayroqi qushlar kanali.